Hozirda 11-sinfman. 17 yoshdaman. O'zim gimnastika bo'yicha uyda shug'ullanaman. Trenerim onam. Oyimni kichkinaligida gimnastikaga qiziqish bo'lgan, lekin unga sharoit bo'lmagan. Shuning uchun qatnasha olmagan. O'zini orzusini erisha olmagan uchun men orqali erishdi. Assalomu alaykum. Men ishda turish rekord o'rnatish orzuyim bor edi. Shu yili yanvar oyida rekordim kiritildi. Rostdan Guinness rekordini qo'ydingizmi? Meni oldingi rekordim 12 daqiqa bo'lgan. Hozir o'rnatganim 13 daqiqa bilan yangiladim. Kelajakda maqsadim O'zbekistonda o'zimni sportimni kengaytirish, gimnastika maktabini ochib, o'zimga o'xshagan qizlarni tarbiyalash. O'tgan safar efirda boshida qo'rqqanman, o'tolmay qolaman deb, lekin jyurilar meni tanlab olishdi. Menimcha, ularga meni triklarim yoqqan bo'lishi mumkin. Ne. Ay, yo'q, kerak emas. Bobona ketdi. Odamlar aytishdi, qanaqa qilding, qiyin emasmi? O'zim aytganim, qiyin emas. Muhimi xohish. Hammani sahnaga qo'yishganda, hakamlar kim qolish, kim ketishni hal qilayotganda men qo'rqib qaltiraganman. Jonli efirga o'tdingiz deganda, sahnadan chiqqandan keyin o'zimni bo'zolmay yig'lab qoldim. Hozir o'zimda yutaman degan ishonch bor. O'zbekiston Got Talantda yutish men uchun muhim, chunki birinchi navbatda oyimning orzusini amalga oshirish va eplolmaysan deganlarning eplay olishimni ko'rsatib qo'yish. O'zbekiston Got Talantda agar yutib ketsam, sovrinni ozginasini bolalar uyiga topshirmoqchiman. Chunki menda ota mehri yetishmagan bo'lsa, ularda ona yo'q ham ota ham yo'q bo'lgani uchun. Men yutish uchun kelganman va xalq menga ovoz beradi degan umiddaman. Jansulu Tatlimuratova.